Assalomu alaykum. Musofirda yurgan akalar, ukalar. Mana bugun Omskidan xohlasa kelib yo'lda Qozog'iston ichidamiz. Fotomakan avtobusida juda ham yaxshi sharoitda konditsionerlar ishlab turibdi. Qozog'istonga o'tdik, issiq ekan. Hamma mana bemalol tozaligi, shofirimiz juda ham yaxshi harakatda, joni sog' bo'lsin, oq yo'limizni bersin. Hammaga xayrli kun. Fotomakiga aloqaga chiqayotganlar ham jonlari sog' bo'lsin. Juda ham zo'r. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mana Xotamagan avtobuslarda kelyapmiz, xudo xolasa. 2025-yil 29-iyul Omskidan kelyapmiz, xudo xolasa. Konditsionerlar zo'r, xudo xolasa cho'tki ishlayapti, hamma yoq shart-sharoit yaxshi. To'xtataganda to'xtab, boshqa qilganda boshqa qilishyapti, xudo xolasa yaxshi managa. Chiqaverasizlar, kelaverasizlar. Xotamagaga dush rahmat. Sürgende küzettik, üzetsek mihrimiz üzettik, ko'ngilni heveslab bizettik. Biz hem de yaşasak meylimi, hem yeyiz. Herkes kılıç geliyor.